Salom do'stlar, bugun men sizlarga zo'r narsa o'rgataman. Uning uchun menga obuna va like bosishni unutmang. Qarang, birinchi bo'lib sozlamalarga kiramiz. Keyin tezda mana bu ekranga kiramiz va eng pastga tushib mana bunga bosamiz. Bosh sozlamalar kerak, ustiga bosamiz. Va har doim yoniq ekranga bosamiz. Va bu yerdan har qanaqa turlari chiqib keladi. Mana bizini qo'yib qo'yasiz, xohlasangiz. Rang tanlaysiz, pastda bunaqa turishini. Keyin yana chiqasiz bitdan. Xohlasangiz mana bunaqalari ham bor. Hatto shunaqa yonadi. Mana bunaqa soatlari ham bor. Keyin bunaqalari ham bor. Men ko'pincha buni qo'yatdim. Keyin galereyada ham qo'ysa bo'ladi. Mana men qo'yganlarim. Men hozir mana bisini qo'yib qo'yganman. Mana shusini qo'yib qo'yganman ko'rishlar uchun. Telefoningda o'tsa mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa fonda bo'ladi. Mana shunday o'tganda necha sekund, 3 sekund yoki 5 sekund turadi. Keyin o'zi o'chib turadi. Telefonlarga, o'rtoqlarga ham borib mazax maqtanasizlar. Menga obuna bo'lishni